Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Zomin tumani Belgi qishlog'ida 2003-yil sinfdoshlar AFK'ga kelganmiz. Hayit ayyomizni nishonlab, keyin Takir jo'ramizdan qozon kabobni bugun zo'ri bo'ladi. Mana Mirzo jo'ramizda shedevr. Fantaziyada gap yo'q. Qattiq mehnat qilgan Hasan jo'ramiz. Xullas shunday qilib tog'ga ham kelib oldik. Biroz nafas rostlab olgandan so'ng ovqat qilishga kirishib ketdik. Shu joyda mana bu manzaraga bitta e'tibor qilmasangiz bo'lmaydi. Mana shunday atmosferani zavqlanib his qilish uchun o'rtoqlar bilan mana shunday sayohatlarni tashkillashtirib turish kerak. YouTube'ga video. Hali deb. Xullas hamma ishlayotgan edi. Bir payt hurmatli obunachilar, bizni mana o'rtoqlarimiz dastidan kapkirimiz qolib ketgan. Hozir bizni kapkirimiz mana bo'ladi. Mana shunda ovqat qilamiz. Mana do'stlar, qozon kabobdan boshladik. Takir jo'ramiz xizmatda. Faqat bizda kamchiligimiz kapkirimiz juda kattaligida. Hamma narsa yaxshi davom etayotgandi. Ovqatlar qilinyapti, mazza qilib bolalar aylanib yuribdi. Lekin sinfdoshlar ichida bitta mana shunaqa sho'xi bo'ladi-yu, bilasizlar-ku. Bizda o'sha sho'x bola Temurdi. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Arqondan arg'imchoq yasayman deb bolalarni chalg'ityapti dastlab, keyin esa voqealar rivoji mana bunday tus oldi. Давай, мен çıxırım. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земли. Ha bo'ldi. Xudo xolasa mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Buni ochib, Не робот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. mana shu joyda bitta qiziq narsa ko'rib qoldim. Mana bu go'zallik qarang. Wow, gap yo'q. Lolani, bargi o'rtasiga suv yig'ilib qolibdi, chiroyligina bo'lib. Manzara. Xullas bunday joylarga do'stlar bilan tashrif buyurish ayni muddao, ayniqsa bahor faslida. Nima deb o'ylaysiz? Bunday sayohatni tashkil qilish bizga nech pulga tushdi? 150 ming so'mdan bolalar pul yig'dik. 15 ta bola edik. Bizga bu bozorligimizga yetib, ertasi kuni yana qaytadan o'tirish qilishimizga ham bemalol yetdi. Videoga like bosing, jigarlar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yanada qiziqarli videolar chiqarib turamiz. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim, bahorlarda ochilgan boy chechagim. Mana o'tirishimiz tugadi. Endi qaytyapmiz. Syomka jarayoni to'yda qaytyapmiz. Yuragimga muhabbat kuyini soldim. Chiroyli Mana biz, vallahi qarang, mana biz